Sigirlar bugungi turnirimizda 571 klani. Bu yoqda GG klani Pul Itachi tomonidan yopilib ketdi. Pul Itachi dimda turibdi va bu yoqda Aye Johir klani adashmasam, Alimi, короче shunaqa. Bir xil klanmiz, chunki bitta komanda, lekin bir xil klanmiz. Qolganlar 9 ta odam qoldi. 9 ta odam qolgan, 4 ta komanda. Mensin yaqiniga berdi zonani. Hozirgi vaqtda zonada kim? Zonani ichida Aizen zonani ichida. Keyin Alila zonani ichida. O'zi zonaga yaqinlashyapti. Aizen yopildi. Nok bo'ldi. Yopilmadi. Nok bo'ldi. Xo'sh. Yaxshi. Aizen Milod tomonidan yopildi. Milod Koko tomonidan urildi. Hozir 571 Kenzo zonada o'ynayapti. Ikkita yo'q-da, ikkita komanda. Ikkita komanda. Xo'sh, hozir vaziyat qanday? Qaysi komanda topadinni oladi? Yaxshi Koko urdi. Koko va Kenzo qoldi. Bitta bo'ladimi? Koko o'zi sherigini ko'taryapti. Bitta granata va xal yoki Sultonboy yoki Koko. Granata ochildi va Palma. Koko bilan Ali gaplashyaptimi deymanda. O'zi yopildi. O'zi tugadi. 571 klani birinchi o'rin oldi. Top 1da 571 klan.